Assalomu alaykum. Mana oxirgi videomizda biz Pokistonni egallagan edik va Pokiston egallashimizda bizga Hindiston kattagina yordam bergan edi. Ya'ni ikkalamiz birgalikda bir davlatni ikkiga bo'lib olgan edik. Xo'sh, endigi navbatimiz biz mana shu bo'yicha g'arbga qarata ketamiz va shimolni ham egallab olishimiz kerak. Xo'p, yaxshi. Va bizning armiyamiz hozirda g'arbga qarata kelmoqda. Ya'ni nima uchun kelyapti? Mana bu yerdagi Ozarbayjonni egallab olish uchun. Xo'sh, endi bizning navbatimiz kelyaptiki, aholini o'zlashtirishga keldi. Sababi biz hozirgi mana bu yerdagi Pokiston hamda mana bu yerdagi Eronning o'zlashtiriladigan hududlarimiz mavjud. Mana bizning armiyamiz Kaspiy dengiziga yetib keldi va bizning keyingi niyatimiz avval aytganimizdek Ozarbayjonga qarshi urush. Ozarbayjon uchun bu anchagina yomon oqibatlarga olib keladi. Ozarbayjon hozirda xo'sh, qaysi davlatlar bilan yaxshi aloqalarda bo'lsa, o'shalarga qarshi urush ochib borarsak, shundagina biz yutib chiqamiz. Xo'sh, Hindistonga qarshi, keyingisi Xitoyni tezlaymiz. Xitoy boshla urushni Ozarbayjonga qarshi. Undan keyin mana bu yerda Italiya davlati bor ekan. Italiyaga aytamiz, yo'q, aytishga nima deklaratsiya qobiliyatimiz yetishmas ekan. Keyin mana endi aytsak bo'ladi. Italiyajon, sen Ozarbayjonga qarshi urush deymiz va bularni jangga qo'shib keta olamiz. Xuddi shunday mana bu yerda Liviya bor. Xo'p, bu bizning diplomatik aloqalardagi yangi o'sha bizga tanish bo'lgan strategiyamiz. Ya'ni qanday strategiyamiz? O'zimiz uchun boshqalarni qurbon qilamiz. Zoto o'zimiz qurbon bo'lmaymiz. Xo'sh, Ozarbayjon hududi bu yoqdagi hududlar anchagina yomon ko'rinishga kelib qolgan. Shuning uchun biz mana bu yerda hududlarni egallab olishimiz anchagina yaxshiroq bo'lar edi va biz urush boshlaymiz. Keyingisida poytaxtga hujum qilamiz. 30 ming askar bilan bu yoqdan yana askarlarni hosil qilamiz. Xo'p. Juda soz, yaxshi. Mana shunday. Hosil, ya'ni chaqirilgan askarlarni dengizga tashlaymiz. Turkiya bizga qarshi hujumga keldi. Xo'p, Xitoy aytayaptiki, hududingda o'tsa maylimi deyapti. Xo'sh, men mayli deyman. Chunki Xitoy bilan hozircha adovatlarimiz yo'q. Keyingisi juda soz. Mana ikkita joyni egallab oldik. Bizga yetarli, chunki boshqa joylar uning o'zini joyi emas. Xo'p, mana bu yerda Naxchivand hududi bor. O'sha yerdan agarda Eron ruxsat bersa, hududidan o'tishimizga o'sha yerga borsak bo'ladi yoki Turkiyadan ham ruxsat so'rab ko'ramiz. Va xuddi shunday Armanistonda ham. Xo'p, Turkiya ham rozi bo'ldi, Eron ham rozi bo'ldi, lekin Armaniston rozi emas. Va mana bu yerda aytayaptiki, Chad, men bilan birlashsang, senga 16 tanga beraman. Ya'ni nima deyapti? Keniyaga qarshi urush deyapti. Keniyaga qarshi urush deb, Keniya yo'q. Biz qarshi bo'lamiz, chunki pul kam berdi. Ko'proq berganda o'ylab ko'rardik. Xo'p, yaxshi. Bu yerdagi askarlarni chaqirib kelamiz. Abbo, Armanistonga qarshi urush ochorsak ham bo'lar ekan. Farqi yo'q bizga. Armanistonga qarshi urush ochoramiz degan edim, lekin unday qila olmas ekanmiz. Xo'p, mayli. Hattoki hali Eron bilan ham urusha olmaymiz ekan. Menga bo'ldi yetarli. Ozarbayjon bilan sulh imzolaymiz. Ikkita hududni olamiz, bizga qolgani kerak emas. Va sulh egallandi. Bizga qarshi Iroq hujum boshlab yubordi.
juda soz. Judayam soz. Bu yerdagi bizni armiyamiz yo'q bo'lib ketdi. Shuning uchun biz dastlab chegaradagi hududlarimizga harbiylarni qo'yib chiqmasak, ahvolimiz og'ir bo'lib qolishi mumkin. Shu uchun ham biz mana shunday ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Mana aytganim bo'ldi. Mana bizga hujum qilishni boshladi. Kam sonli qo'shimchasi bor. O'zi kamgina son askari bor. Yana menga qarshi urush qilyapti. Iqtisodiy ham o'lib yotdi. Buni hududini olsam, eski Eron aytadi. Xo'p, bu nima deyapti? Hududingdan o'tsam maylimi deyapti, lekin men hududimdan o'tib xo'p, mayli deymiz. Keyingisi xo'p, mayli, hujum bo'lsa hujum qilamiz. Bizni ham qo'rqadigan joyimiz yo'q aslida. Chunki bunga sabablarimiz bor. Masalan, bularga qarshi hujumni iqtisodimiz ham ko'taradi, xalqimiz ham, hududimiz ham ko'tara oladi. Mana Eron parcha-parcha bo'lib ketdi. Biz Iroqqa qarshi urushda qolib ketdik. Bu yerda Arabiston nima qilyapti? Bizni hududlarni egallab olishmoqda. Arabiston biz bilan yaxshi aloqalarga ega ekan. Xo'p. Iroq, Armaniston hamda biz bilan urushmoqda. Yaxshi, juda soz. Juda ham soz. Bu yoqdagi harbiylarni chaqiramiz. Hozirda bizda strategik bir ustunlik bor. Sababi nimaga? Chunki hozirgina urushdan chiqqan davlat yana bir yangi urushga kirmoqda. Biz mana shundan foydalangan holda ularni yengishimiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, chegaramiz Eron bilan sulh imzolagan bo'lar. O'shaning uchun ham chegaramiz anchagina uzunligi jihatdan qisqardi. Bizning asosiy maqsadimiz kerak bo'lsa Iroqni ham to'liq egallab olish va bunda hech kimdan yordam so'ramaymiz. Demak, mana kerak bo'lsa egallaymiz degan gaplar bilan xo'p, yaxshi. O'z hududimizni ham egallab qaytarib olishimiz kerak. Qolaversa, yangi hududlarni ham egallab boraverishimiz shart. Mana qaytarib olyapmiz. Bular bizga hech narsa qila olmaydi. Hozir agar tezroq ishlarni amalga oshirsak, sababi hozirda agar adashmasam, bu yerda xalq, ya'ni nima? Iroq egallab olgan hududdagi Eron xalqi Iroqning tarkibiga kirishi uchun hali vaqt kerak. Shu uchun ham hozircha bizda imkonlar anchagina talay desak ham adashmagan bo'lamiz. Xo'sh, mana bu yerga qo'yapmiz, videoni to'xtatib turaman va Iroqni egallab olgach yana davom ettiraveramiz. Mana azizlar, holatimiz anchagina yaxshilanib qolmoqda. Ya'ni qanday holatdamiz? Biz mana shunday faqatgina Iroq bilan urushyapmiz. Xo'p, mana Iroqni ham egallab olamiz. O'z niyatimiz ham shu edi.
Ya'ni nima ediki, o'zimizga dushman bo'lganlarni hop o'zimizdan yiroqlashtirish yoki-da umuman butkul yo'q qilish edi. Xo'p, mana bizga yaxshi aloqalarda bo'ladigan davlatlar bu yerda albatta Turkiya bilan hozirda yaxshi aloqalarimiz kuchaymoqda. Ukraina bor, Rossiya bilan anchagina yaxshimiz va bu yerda Qozog'iston, hop, Xitoy bor bu yerda va Hindiston bor. Bundan tashqari bizga Yevropa davlatlaridan Italiya, undan tashqari Okeaniyadagi Avstraliya bilan anchagina aloqalarimiz yaxshigina va biz dunyoda hozirgi, ya'ni urush holatimizda bizning holatimiz xo'p, aholi soni bo'yicha 7-chi o'rindamiz, ya'ni 1,813,000. Keyingisi texnologik bosqichimiz esa anchagina past, chunki urush bilan shug'ullangan vaqtimizda pulni ajrata olmayapmiz, ortiqcha pulni va 22-chi o'rinda juda ham past. Keyingisi lekin dunyodagi bosqichimiz o'rni jihatimizdan esa 4-chi o'rinda ekanmiz. Xo'p, yaxshi, juda ham soz. Demak, keyingi videomizda Iroqni to'liq egallab qo'yamiz. Barchaga rahmat. Xo'p, omad hammaga.